Mana shunaqa motorli bo'ladi. Akalar qaranglar, yaxshilar ahamiyat berasizlar. Bunaqa garantiyalari bo'ladi va garantiyasidan tashqari motorining o'zi sifatli bo'ladi. Mana endi video uchun men sizlarga yotkizib ko'rsatib beramiz. Qalinligi, garantiyaligi, sifatlisi, asosiysi buni olganingizdan keyin ertaga nima qilarkiman, bir narsa qilarkiman, boshingizni og'ritib yurmaysizlar. Akalar, katyollarga kelganmiz. Katyollarni qaranglar, bu yerda ikki xil eng xadovoy varianti bor. Hozir sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Bizda yangi bo'lsangiz, podsiyasini bosib qo'ysangiz, ishlab chiqarish biznesini birinchilardan ko'rib borasizlar. Sizlarni uzoq kuttirimiz, joydaracha bor savollarni xayolimizga kelganda o'zimiz sotib olgandek sizlarga savollardan, ya'ni javob olamiz. Sizlarga Ayibxonga yuzlanamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshilar, charchamasa tuzimisiz. Qarang, bu yerda ikki xil modeli bor deyapsiz asosiysi. Xo'p, qaysinisidan boshlaylik? Xo'p, bularimiz obrazec sifatida qo'yilgan. Hozir bularda miyasi yo'q, miyasi bordan boshlanadi. Mana u bularda lekin mana shunaqasi bo'ladi. Motorlari bo'ladi. Motorni prosta yangi ochib qo'ydik. Bu obrazec showroom, ya'ni klient kelganda ko'radigan joy o'zi 100% mana shunaqa yangi holatda boradi, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, bu nima farqi bo'ladi asosiysi? Xo'p, bu katyollarimiz aka hammasi 2 kvadratli, bunkerli, aqlli katyollarimiz. Ularda o'zini miyasi, o'zini boshqaruv panellari, buni o'zi hamma bilib, tushunib bo'ldi. Qolgan hamma katyollardan ham bir xil funksiyani bajaradi. Bularda listlari ichlari uchli bo'ladi, tashqarisi to'rlikdan bo'ladi. Kitobli variantda qo'shimchasiga turbo sistema qilingan bo'ladi. Xo'p, eng asosiysi bularda garelkasi, yonish joyi chugundan bo'ladi. Yonish joyi chugundan bo'lganligini hisobiga bu list bo'lmaydi. Bular erib, teshiklari to'lib qolmaydi. Bemalol xohlagan ko'mirlarini yoqsa bo'laveradi. Bundan katta ko'mirlarmi, hokam farqi yo'q. Xohlagan ko'mirlarni yoqishaveradi. Asosiy yutug'i shu. Ha, yutug'i shu. Lekin minusi ham bartaraf qilingan-da, asosiy. Ha, bartaraf qilingan. O'sha motori kattaligini hisobiga 750 vatt, salkam 1 kilovatli motor bo'lganligini hisobiga bular ko'mir tanlamaydi. O'shaning uchun hoka ko'mirda ham, katta kichkina ko'mirda ham bemalol maydalab yoqaveradi. Mana hali katta ko'mir olganda imrali toshini qattiq muzlab qo'ygan tashlamaysiz. Endi bu quriganini, yaxshi sifatlisini tashlaysiz-da. Endi sizlar naprinch yaqtini motoring chidamaydi desiz, bular ham tekshirtirib turib, yo'q deydi, o'shanga hisobini olasizlar. Endi bu tajribadan o'tgan joyini aytib o'tyapsiz, mana ichini ham ko'rsatib beraman. Sinovda g'isham sinab ko'rilgan, bu ishga tushirib, o'sha g'ishsa ham maydalaydigan o'sha motorni tekshirib ko'rganmiz. Bunkerlari, xo'p, bularda 140 kilolik bo'ladi. Xo'p, buni ham misol uchun hammasi standart 140 kilodan oladi bunkerlari. Xo'p, yana nimasi qolyapti buning? Keyin qarang, keyin bunday qilib aytganingizdan tashqari keling. Xo'p, mana shu necha kilovatli, ya'ni necha kvadratligi ashula? Hozir bularimiz hammasi standart 20 kilovatli, 200 kvadrat deyiladi. 200 kvadrat. 150 kvadratli joylari bo'lsa ham, misol uchun 150 kvadrat bilan 200 kvadratni narxida $50 dan farq qiladi. Xolos. Undan mana 200 dan olgan yaxshi. Ha, undan birov 200 dan olib, keyinchalik, misol bugundan emas, ertadan o'ylashgani yaxshi. Misol keyinchalik radiator yoki chopilib ol qo'shlarni hisobini qilib, birov 200 olib. Nimadir qo'shsa ham bo'laveradi, to'g'ri, zo'r edi. Endi qarang, dastavkasi qatlargacha. Xo'p, bularimizni dastavkalari O'zbekiston bo'ylab bor. Bularda ikki xil model bo'ladi. Birinchi modellarida, misol uchun, katyolda o'zida tushuntirsak. Hop. Xo'p, birinchi modelimizda garelkalari lis holatda bo'ladi, chugun holatda bo'lmaydi. Xo'p, mana ko'rib turgan 750 vattli motorimiz bo'lmaydi-da, 0.35 lik motorimiz bo'ladi. Bular o'sha arzonlarida bo'ladi. Ya'ni ular $950 dan boshlanadi. Keyin komplektatsiyasida stabilizatori bo'lmaydi, ya'ni tokni birda ushlab beradigan, misol chekka joylarda haligacha tokda напряжение bo'ladi. Misol uchun apparatlar ishlaganning hisobiga 150, 160, 170 gacha svet tushib ketadigan joylar bor. Ana xuddi o'sha narsani 170 voltdan ko'tarib oladigan stabilizatori arzonlarida bo'lmaydi. Keyin dastavkalari ham arzonlarida, ya'ni shu $950 komplektatsiyasi bo'lmaydi. Qimmati bor, $1150 chiqadi. Uni narxi, xo'p, ularda 750 vattli motori, ko'mir tanlamaydigan universal katta motori, bunkerlari mana shunaqa vakuumli holatda bo'ladi. Garelkalari eng asosiysi garelkasi tushgan holatda bo'ladi. Xo'p, keyin dastavkasi 50% kompaniya tomonidan to'lab beriladi. Misol uchun O'zbekistonda xohlagan joylariga yetkazib beriladi-da. Misol uchun nech pul dastavka bo'lsa, o'shaning 50%ni kompaniya to'lab beradi. O'zbekistonning bu joyiga. Ha, yetkazib berilaveradi. Endi asosiy vohalarga, shaharlargacha, asosiy xohlagan joylargacha yetkazib beramiz. Endi misol Andijonga mana shu narsa 500 ming so'mga borsa, 250 ming sizlar to'lasa, 250 mingni
o'sha nima olgan odam to'laydi. Kelishiga asosda zo'r. Hop, buni garantiyalari bo'ladi va nimalarga bo'ladi? Misol asosiy joylarda. Xo'p, buni aka o'zimiz yasab, ishlab chiqarganimiz uchun 1 yil garantiya beramiz, 1 yil servis beramiz. 1 yil servis ichida nima muammo bo'lishidan qat'iy nazar bepul ta'mirlab beriladi. Ya'ni miyasida muammo chiqadimi yoki motoridanmi yoki kotyolda o'zida batafsil hamma joyiga 1 yil umumiy kafolat servisi amal qiladi. Misol uchun buni eng afzal tarafi miyada birorta zapchast ketib qoladigan bo'lsa, buni topish muammo bo'lmaydi. Ya'ni bu o'zimizda O'zbekistonda ishlatiladigan mahsulotlar. Misol uchun bu gradus belgilaydigan, gradus ketganda o'chadigan narsamiz. Misol uchun svetoforda qizil chirog'i 20 sekunddan keyin sariq o'tsa, bu ham misol uchun 60 gradus ketganda o'zi avtomatik pastga to'kib berib turadi. O'zgacha hamma narsasi o'zimizda bor. Topiladi, muammo bo'lmaydi. Asosiysi zapchastda muammo yo'q. Olasiz, favqulodda mana men kuyib qoldim. Bunisi bilmadim, bunisini qatidi. Bu zapchast bor. Ya'ni o'sha oqtari qatga boraman, boshingizni ortib yurmaysiz. Bular o'zlari borligi uchun o'sha taraflarga garantiya berishadi. Xo'p, endi ko'mir qancha sig'adi? Ashuni ham so'rab qo'yaylik. Ko'mirimiz bu bunkerimizga 140 kilo sig'adi. Ya'ni hoka holatda to'g'ri 140 kilo oladi. Agar kattaroq ko'mir solgan bo'lsa, misol g'o'va bo'lib tushganning hisobiga zich bo'lmaydi baribir. 120 kilo plus minus oladi. 100 kilo ham deymayli. 100 kilo ham o'sha oraliqlarda joy qolganning hisobiga to'g'ri aytyaptilar. Borini aytish kerak. Xo'p, endi rasxodchi hamma qator o'sha 40-50 bo'ladimi o'sha hamma qator? Rasxodi aka, misol uchun 50 kilogacha qiladi 2 kvadratimiz. Uni qanaqangi qilib ham kamaytirish mumkin. Misol uchun ko'mirning kaloriyasi yaxshisi, balandini olishsa, o'shanaqangi holatda misol uchun ko'mirning kaloriyasi balandini olgandan keyin u обязательно bitta tez qizib oladi, kotyol dam olib ishlamay turadi. O'shaning hisobiga rasxod taraflama kamaytirsa bo'ladi. Endi arzonroq ko'mirlar bor, misol uchun angren ko'mir yoki angrenning hokasi. Ular arzon bo'ladi, lekin sifati bas. Misol 60 gradusgacha chiqqungacha bo'lgan vaqtda kotyol misol 80 gradusda tursa, angren hoki faqat 60 gradusgacha chiqadi. 60 gradusga chiqadi, ag'iga rasxod qilib turaveradi. Ag'i ko'tarilmaydi gradus. O'shaning hisobiga yaxshiroq ko'mir olsa, rasxod taraflama ancha tejaladi. Va undan tashqari qo'shimcha mana bitta qilib ketdik. Qaranglar, undan tashqari uyingizni utilitiligi ham qaraydi. Ya'niki mana misol tariqasi mana bitta ochiq joy qoldimi, mana shu yerdan ham u bitta nina nimada tuyada sovuq kiradinglar. Mana shular mana oraliqlar, masalan, mana shularga rezinkangizni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunda rezinka qo'yilmagan, mana qaranglar, mana oraliqlari ochiq. Mana shunaqa rasxodlaringizga qarab turib, bu ham yaxshi isitadi va rasxodlaringiz mana shunaqa taylarni yopmagan bo'lsangiz, o'sha yerda sovuq bo'laveradi. Bundan zo'rini oling. $3000 olmaysizmi? Qo'polga mana $3000 olmaysiz. Lekin mana bu utilitillarni qilmasdan g'ib qilmagan bo'lsangiz, to'g'risi men istedixoni ham garantiya berganingiz bilan isimasligingiz mumkin bo'ladi-da. Kotyolda aka tashqi dizayn taraflama farq qiladi. Misol uchun listlari hammasi rossiyskiy bo'ladi. Misol ishlash funksiyasi bir xil bo'ladi. Faqat hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. Misol uchun buni ham misol 1 yil garantiya beryapmiz, 1 yil servis. Misol uchun buni o'zi kamida 10 yilgacha xizmat qiladi. Ya'ni qonun qoidasiga amal qilib ishlatsa. Misol uchun buni bitta sezon ishlatib yoqqandan keyin ichidagi suvi bilan qolib ketsa, ichidagi qurimlari bilan qolib ketsa, u обязательно kotyolga shikast yetkazadi. 1 yil emas, 2 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Agar o'sha narsani oddiy misol qozon kuydirgandan keyin buni ham xuddi shunaqa qilib, qishdan chiqqandan keyin ichidagi suvni to'kib tashlab, bitta kuydirilsa, yangi holatga keladimi? Qozon nikel bo'ladi-yu, qoraygan qozon. Bu ham xuddi shunaqa ko'proq yil xizmat qilaveradi. Xuddi shunaqa akalar, mana sizlarga borini aytdik, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Agar bizda yangi bo'lsa, podsiyasini bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasizlar. Sizlarga mana to'liqroq sizlarga ma'lumotni berib o'tdik. Shuning uchun doim podsiyasini bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish biznes, yangiliklarni, misol qurilish sohasida nimaki bo'lsa, hammasini sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz. Albatta, qo'lingizdan kelsa, erilmagan holatda mana shu like tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha deymiz.